ko'rsatgan artist, maqom xonandasi Xolisxon Qodirova tavalludining 90 yilligiga bag'ishlangan konsert o'rnida Xolisxon aya to'g'rilarida ozgincha bo'lsa-da siz azizlar bilan ma'lumot bo'lishsak. Demak, Xolisxon aya Qodirova O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. O'zbek va Uyg'ur musiqasini yuksak mahorat bilan targ'ib qilgan noyob ijro uslubiga ega san'atkorlardan biri edi. 1936-yilda Xitoy Xalq Respublikasining Qashqar shahrida tug'ilgan Xolisxon Qodirova bolalik yillardanoq san'atga mehr qo'ygan, otasi Marg'ilondan chiqqan o'zbeklardan bo'lgani bois oilasi keyinchalik O'zbekistonga ko'chib kelgan, san'atga bo'lgan ishtiyoqi tufayli yoshligidan Halima Nosirova ijrosidagi qo'shiqlarni yod olib kuylay boshlaydi. Ijodiy faoliyatini O'zbek davlat filarmoniyasida yakkaxon ijrochi sifatida boshlagan san'atkor o'zbek va uyg'ur ashulalarini yuksak mahorat bilan kuylab, keng tomoshabinlar e'tiborini qozongan. Keyinchalik maqom ansamblida faoliyat yuritgan davrida uning ijodiy salohiyati yanada yuksaldi. U maqom va an'anaviy qo'shiqchilik sirlarini Yunus Rajabiy, Faxriddin Sodiqov, G'anijon Toshmatov, Muhammadjon Mirzayev, Dona Zokirov kabi ustozlardan o'rgangan. San'atdagi 43 yillik faoliyati davomida Xolisxon Qodirova o'zbek va uyg'ur musiqa san'atini dunyoning turli mamlakatlarida targ'ib qildi. Bugungi kunda ham san'atkor yosh avlodga o'z bilim va tajribalarini o'rgatib, milliy musiqa rivojiga munosib hissa qo'shib kelyapti. Sababi aynan o'zlarini chiroyli asarlar bilan eslar. San'atga fidoyilik va sadoqat bilan xizmat qilgan Xolisxon Qodirova o'zbek mumtoz qo'shiqchilik an'analarini hamda uyg'ur musiqiy merosini asrab-avaylab kelajak avlodga yetkazgan hurmatga sazovor san'atkorlardan biridir. Azizlar, menimcha o'z o'rnida mana shu so'zlarni o'zi mana shu ayolga, ya'ni kim Xolisxon ayaga bo'lgan bizni hurmatimizdan darak beradi va biz ham o'z o'rnida gulduros olqishlar ila shu insonni bir chiroyli, yaxshi niyatda, orzu qilib hurmatlarini qilib qo'ysak. Qarsiyni qarsillatib yo'llab qo'yasizlar. Va men mana shu gulduros qarsiylar sadosi ostida sahnaga ijodkorlarimizni chorlar ekanman. Marhamat, ko'ngil berasizlar, diqqat qilasizlar. O't tushdi shirin joni. Vokal va cholg'u ijrochiligi kafedrasi o'qituvchisi Dilfuza Nurmetova ijro etadilar. Marhamat.
Can tell me, send me my
Seni hoş yaratmış eksem mazlum ellerimdi. Yarım seni hoş yaratmış gülüp yürüsem yüzlerimdi. Beni sorsanmış bu demde Aygın sarı gözümlemde Beni sorsanmış bu demde Aygın sarı gözümlemde O yüzünge bozma perde Erhinale kullarımdı. O yüzünge bozma perde Erhinale kullarımdı. Benden esti lale dur, başımdan nihale dur. Benden esti lale dur, başımdan nihale dur. Seher kokup saçın kara, gül yüzünge ruha vurar. Seher kokup saçın kara, gül yüzünge ruha vurar. Rakip yüzü olsun kara, gülüp yürüsem yollarımda. Rakip yüzü olsun kara, gülüp yürüsem yollarımda. Aradım bir sözünleyin cennata kayan varırsın. Aradım bir sözünleyin cennata kayan varırsın. Benim gülüm acımayın cennata kayan varırsın. Benim gülüm acımayın cennata kayan varırsın. Anamın hizmetin kılmay, kefen sorağına bulmay. Anamın hizmetin kılmay, kefen sorağına bulmay. Öz kolumda gölge koymay, cennata kayan varırsın. Öz kolumda gölge koymay, cennata kayan varırsın.
Canlar